Ana bechora kasal bo'lib qolgan oq akulamiz yoniga keldi akalar. O'zimni yangi mana iPhone 17 Pro Max'imda kelib, orqasiga bunaqa xuynalar yopishtirib, trackimni orqasiga ilib, endi men kasal bo'lib qolgan momo qizni 1,5 kilometrga uyga olib ketaman. Mana qanaqa haqiqiy sevgi. Shunaqa vaziyatda 1,5 kilometrdan yoniga kelib, ilib olib ketyapti. Shu trakchalik ham bir-biringlarni sevmaysizlar. Ey insonlar! Yordam beryapman. Mana sneakers kelib bizga nima qilishni o'rgatyapti. Bulardan bori o'zi bu vaqtda ish qilmaydi, lekin aqllilik qilib o'rgatadigan. Ata yashinib kameraga olyapman. Meni ko'rib turib urmasin. Ikkomiz ikki tomondan turib olib, nima qilishni bilmasdan mana zanjirga qarab turibdi. Sutda qarasa nimadir o'zgaradiganda, tushirib olmagin. Meni hali telefonim kerak, boshim kerak bo'lmasa ham. Mana ularda kirqigim kelyapti. O'shaymikin kimgadir zararim yetsin. Bunaqa narsalar oldim, strap deydi. Buni hozir trakim roliga qatirishim kerak. Yurganimda tortib ketib turganda trakim burilib ketmasligi uchun O'zbekistonda yurganimda qora narsaga tegmasdi qo'lim. Hezalaylarni qo'ldaqa yumshoq bo'lardi. Bu yerga kelib oq narsa ushlaganimda yo'q. Terminatorni qo'ldan bo'lib ketdi. Umuman nafas-nafasda gapiryapman. Holatdan kelib chiqib akalar bitta savol tug'iladi. Ya'ni kimlarga, gaday tilanchilarga, lichkam yetimmi yozib pul so'rayotganlarga shuncha moyga, dizelga botib, traktorga kirib olib o'ralashib yuramiz musofir yurtda, vatan, ota-ona sog'inchi va hokazo bo'lib turgan holatda O'zbekistonda turib o'zini uyutni uyda aka pul bering, PUBG'mi skiniga pul yetmayapti deydiganlarga buyunamiga